Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Zulmsizlar? Bugun sizlar bilan Maestro 808. Do'stlar, bugun sizlar bilan survival o'ynaymiz. Survivalimizni tomosha qilinglar. Mana survivalga kirdik. Mana zo'r zonaga kirib qoldik. Birinchi o'rinda biz nima qilamiz dedi. Mana daraxtlarni qilamiz. Do'stlar, sizlarga so'rayman, survivalga chiqaman. So'rayman, ana endi aktivimiz ko'rishda ko'proq videolar chiqadi. Men buni aytib qo'yaman. Do'stlar, biz daraxtimizni olaveramiz. To'da daraxt oldik. Buni verstak qilamiz. Verstak nima qo'yamiz? O'zimizni qo'ydikda. Qo'ylar ham olishimiz kerak. Chunki qo'ylardan biz nima qilishimizni bilsalaring kerak. Buni bilmagan odam bo'lmasa kerak, do'stlar. Qo'ydan nima qilishni hamma biladi. Chunki qo'yni nima qilamiz? Hamma biladi, do'stlar. Aytib o'tmayman. Olamiz. Qo'y olamiz, do'stlar. Qo'ydan nima qilib beradi? Men buni aytaman. Yotoq qilamiz qo'ydan. Hozir olamiz. Mana yotog'im tayyor. Ikkita qo'yni o'ldiraman, yotog'ni olaman. O'ldirdik. Yotoq uchun oldik. Mana mollarni ham meni qo'ydan o'ldiramiz. Kerak bo'lib qoladi. O'ldiramiz bizda. Ko'nglim bilmayapti. Hamma turasiz. Yerda kampir shoxni uyib oladi, bilasizlarmi? Hamma shaxsga qo'rqardi oldi. Masalan, kirib ko'ramiz adaymasam. Ana emasmi? Uye. Yana shosmi? Yo'q, do'stlar. Uni bitta emas. Boshlaymiz. O'tgan daraxt olamiz, uncha qilib, shu yerda kun qilib, ko'plab narsalar yig'ishga harakat qilamiz. Bular narsalarga erishamiz, to'g'ri. Mana survivalimiz boshlanyapti. Boshlanib bo'ldi. Sizlardan iltimos aktivni ko'rib yuboringlar. Aktiv hozir men uchun muhim narsa bu aktiv. Aktivimiz yaxshi bo'lsa, biz ko'proq videolarni chiqaramiz. Men sizlarga mana shu video agar 5 ta like kelsa, men bu videoni keyingi qismini yoki boshqa bir yaxshi video olaman. Like bosing do'stlar. Qo'llab-quvvatlanglar, iltimos. Voh, jonim o'zgina ketdi. Do'stlar, uy qurishni boshlayapman. Mana sizlar o'zingiz ham bilasizlar. Sizlar o'zingiz ham bilayotgan bo'lsangiz kerak. O'zimda muammo bor. Bundan sizlardan kechirim so'rayman. Necha oylardan beri video chiqarmayapman. Bir chiqaray dedim. Mana bugun video chiqdi. Oldik. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz endi? Instagramga qo'yib olamiz. Instagramga kirib, fichkadan keyin kirib. Ustadare. Bitta qo'yaveraylik mana. Ko'mir. Mana yotoq qilib bitta yana nima qilish kerak edi? 3 ta qo'yib olaylik. Eshik qo'yib olaylik. 3 ta olamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Men o'ynayapman Minecraft. Men ham oddiy qol emas. Faqat men ko'plab Minecraft o'ynayman. Yana nima bo'lishi kerak edi? Bitta yana bunaqa bo'ldi, qo'ygan turadi bizda. Qo'yganiga hozir dang. Nima edi? Esimdan chiqib ketdi nomi. Yerni tagiga kirib nima edi? Hozir ko'rasizlar.
tilim no'ni qilib ketyapti do'stlar. Ko'p video olmaganimga bo'lsa kerak. Ana endi videolarni ko'rasizlar. Mana shu yerdan qilib kiraveramiz. Mana shu yerdan qilib kiraveramiz do'stlar. Mana. Tagiga kirib ketaveramiz. O'z topilib keladi. Xo'p, mana. Olyapmizlar. O'zlaring bizga o'z temir, olmos lar kerak. Shuni harakat qilyapmiz. Ochaveramiz, topilishi muhim. Topilsa bo'ldi do'stlar. Hozir do'stlar bitta ana bu chiqsa videomizni oxiri qiziqarliroq bo'lardi. Ko'ryapsizlar mana do'stlar, chiqmayapti. Harakat qilsam ham. Mana bu yerdan boshqa narsalar chiqyapti. Yo'q do'stlar, olmoslar yo'q. Bekor qildik, mana yerda qorong'i qoldi. Mana ozroq tagiga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Va ochib olamiz. Mana chiqmayapti temir do'stlar. Men bu ishni tez qilyapman. Men bu ishni sekin qilsam sizlar zerikib qolasizlar. Chunki gapirib bo'lishni qilaman. Boshladim do'stlar. Mana ko'rgan bo'lsangiz qilyapman men bu ishni. Mana do'stlar. Mana hozir. Mana kirka bilan yana qaziyveramiz. Sizlarga bu narsani aytaman. 10-may kuni Barselona bilan Real Madrid o'yini bo'lib o'tadi. Buni hamma bilsa kerak. Camp Nou'da. Kimga Barsa yoqadi, kimga Real yoqadi, kommentariyaga yozib ketamiz. O'yin aniq yonadi. Mana o'sha bizda chiqmayapti do'stlar. Nima qilamiz endi? Men ko'ryapsizlar, chiqmayapti. Mana do'stlar, bo'lsam bu videomizni oxiriga yetkazamiz. Do'stlar, keyingi videomizda olmos topishga harakat qilib ko'ramiz. Hammangizga xayr, sizlar bilan Muhsinbek bo'ldi.